Assalomu alaykum ahli YouTube. Piyozga ishqibozlar, dehqonchilikni tushunadigan, biladigan insonlar. Mana piyozda bahorgi birinchi suvini ochdik. Xudo xolasa endi piyozlar yaxshi bo'lsa, narxlar yaxshi bo'lsa, Alloh barakasini bersin. Hammamiz shu narxdan umidvormiz. Kim qaysi davlatga, narxlari qanday, O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'iziston, Qozog'iston narxlari, piyoz narxlari qanday bo'lyapti? Kim agar bilsa, agar iloji bo'lsa kommentariyaga yozib boringlar. Mana Tojikistonda endi narxlar hozircha ma'lum emas. Piyozni holati, piyoz endi hosilga kirish arafasiga bo'lib qolgan. Bu ichida bitta yarimta o'tlari bor. Endi piyoz terish vaqtida kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz endi piyoz ekmaganman. Endi birinchi piyoz ekishimiz. Kim qanday ma'lumotga ega, shu to'g'risida kommentariyaga yozib borsalaringiz ancha yaxshi bo'lar edi. Hozircha endi piyoz hosili yaxshi bo'lsa, hamma dehqon ham nima deydi, shu bir barakasidan umidvor. Suvlarni ochganmiz, dorisini berdik, amapoz, karbamid, barcha dorilarni berganmiz. Bu endi qishga ochgan edik-ku, bahorgi birinchi suvi. Piyozlar endi hozircha endi hosilga o'tirib qolgan. Mayli ahli YouTube, kimda qanday fikr bor, yozib kommentariya yozib qoldirsalaringiz ancha xursand bo'lib qolar edik.